Do'stlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Do'stlar, aka-ukalar, bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasidamiz. Sotiladigan mashinalarni birma-bir tanishtirib o'taman aka-ukalar. Narxlari, yillari. Hop, Damazdan boshlasak aka-ukalar. Damazimiz 2012-yil. Yurgani 363 ming yurgan ekan aka-ukalar. Yaxshi holatda. Minishga tayyor. Balonlari ham o'rtacha holatda. Ko'rishlaring mumkin aka-ukalar salonda. Minishga tayyor, rasxoti yo'q. Metan gazi bor. Kraskalarga keladigan bo'lsa, kraskalari, petnolari bor. Bunaqa urinib ketmagan. O'rtacha holatda. Xo'p, ikkinchi mashinamiz Gentra 2022-yil ekan bu. Kraskalari toza. Tonirovkaga ruxsatlari bor. Avtomat korobka, sidena obogref, monitor, lyuklari bor. Tiniq holatda. Kraskalari toza aka-ukalar. Balonlari yangi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlari pastda bo'ladi. Uchinchi Gentramiz bu ham 2022 ekan yili. Kraskalari toza, balonlari yangi. Tonirovkasi bor, lyuki bor. Avtomat korobka. Buni navrot qilingan. Malibu barlar qo'yilgan, Tesla monitor, chexol poli qilingan. Tiniq gazi bor. Bexijolat aka-ukalar. Bemalol kelaverasizlar, nomerlari pastda bo'ladi. Nexia 3imiz 17 ga 18 ekan yili. 2017 ga 18 ekan. Mexanika. Tiniq holatda bu ham. Poli chuqurlar qilingan. Umuman aybi yo'q. Kraskalari toza. Metan gazi bor. Tonirovkalar qilingan. Poli chuqurlar qilingan. Tiniq holatda aka-ukalar. Ravon Nexia 3imiz ekan. Kraskalar toza, tekshirib ko'rib olaverasizlar aka-ukalar. Cobalt 2020-yil. Petnolari bor ekan, 211 ming yurgan ekan, mexanika. Tiniq holatda bu ham. Metan gazi bor. Bexijolat aka-ukalar. Xolasalaring o'tkazib olasizlar, oformileni xolasalaring generalni qilib berilaveradi. Xo'p, aka-ukalar, endi narxini aytib o'taman. Damazimiz 3500, ozmos kami bor. Gentramiz 12500, ozmos kami bor ekan bunda ham. Bunimiz 13000 narx aytilyapti, kami bor. Nexia 3imiz 7700 aytilyapti, kami bor. Cobalt 9000 aytilyapti, narxi kami bor aka-ukalar. Bemalol kelib, mashinani ko'rib, barakani qilib minib ketsalar ham bo'laveradi aka-ukalar. Manzilni yana bitta qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasida aka-ukalar. 2020 17 ga 18, 2022, 2022, 2012. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, bemalol kelib savdoni qilib olib ketsalar ham bo'laveradi aka-ukalar. Bexijolat. Nomerlarni pastga qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Bittadan like turish esdan chiqmasin aka-ukalar.